Armeniya bosh vaziri Nikol Pashinyanni otgan reelslarni ko'rdinglarmi? Ko'pchilikka bu kulgili tuyulishi mumkin, lekin biznes egalarini shaxsiy brendini qurish bo'yicha mutaxassis sifatida ayta olamanki, bu aniq strategiya. Oxirgi payt kontentlari millionlab prosmotr yig'ayotgan Pashinyanning auditoriyasi 500 mingdan o'tib ketdi. Uni strategiyasi qanaqa? Oddiy kontentlar, hech qanaqa videograf, mobilograf yo'q. Har kunlik qilayotgan ishlarini ko'rsatish, zerikarli, ammo samimiy. Qayerga boryapti? U yerdan ham oddiy live kontentlar va har bir videosida xalqqa bo'lgan muhabbatni ko'rsatib turish. Va bu orqali u katta ishonch, reputatsiya, xalqqa bo'lgan yaqinlik va xalq tomonidan doimiy ravishda qo'llab-quvvatlashga ega bo'lmoqda. Nima uchun degan savol tug'ilgan bo'lsa, biz shunaqa zamonda yashayapmiz. Hozir prezidentlar ham, biznesmenlar ham, mutaxassislar ham va oddiy odamlar ham o'zlari uchun ijtimoiy kapital yig'ishga juda ham katta fokus qaratishgan. Agar hali ham Instagramni nimadan qanaqa boshlashni bilolmasdan o'tirgan bo'lsangiz, menga obuna bo'ling, o'zim o'rgataman.